Muşu hesaplash kirishdan burun cho'qim Sura Nisoning 11-12, 176 oyatidagi shu mazmunlarni yaxshi tushunib, kimning ulushini Alloh qanchalik deb belgilab berdi, mushu cho'qim yaxshi tushunish kerak. Biz dedik Qur'on Karimda tilga ilingan nesibilar 6 xil deb. 2 guruhga ayirdik, 2dan 1 guruhga deb ayirdik. Fariqun nisf va fariq as-sudus deb 2ga ayirdik. Endi mushu san sıfırlar kep qolgan vaqtida buning aslul masala, ya'ni mushu sonlarni ko'paytsak, masalan 8 dan 1 ko'paysa yoki shu sonni 8 ga bo'lsak, masalan, butun son bo'lish kerak, kasr son chiqib qolmaslik kerak. Butun son chiqish uchun aslul masalani tepish uchun qanday qilamiz deganda, qoida zahabiyya deydigan bir qoida bor. Agar merosxo'rlarning ulushi yozgandan keyin, masalan 2 dan 1, 4 dan 1, 6 dan 1 degandek, shu Qur'on bayon qilib bergan bo'yicha shuni yozdik. Yozgandan keyin bular qarsak, agar hammasi fariqun nisf 2 dan 1, 4 dan 1, 8 dan 1 shularning ichidagi 3 yoki 2si 4 bo'lsin, shularning qatorida bo'lsa, shularning doirasida bo'lsa, u chaqda asl masala shu yerda yozilgan sonninki asti mahrajning eng cho'ng soni bo'ldi. Masalan 2 dan 1 bilan 4 dan 1 yozilgan bo'lsa, asl masala deganiga 4 ni yozamiz. Chunki 4 2 ga bo'lindi, ham 4 ga butun bo'linadi. 8 dan 1 bo'lib qolsa, eng cho'ngi 8 mahraj. 8 asl masala deb yozamiz. Bu birinchi qoida. Ikkinchi qoida, agar ulushning nisbisining hammasi hamil varasa, nima? Furud muqaddara. Hammasi belgilangan farzlarning hammasi fariqus sudus. Ya'ni 3 dan 1, 6 dan 1, 3 dan 1, 3 dan 2. Mushuning ichida bo'lib qolsa, o chaqda 6 bo'ladi, asl masala 6 bo'ladi. Agar 3 dan 1, 3 dan 2 bo'lib qolsa, 3 bo'ladi. Ya'ni eng cho'ng sonni yozsak bo'ladi. Buningga o'xshash. Endi 3-qoida, agar aralashib kelsa, birinchi guruhdagi bilan ikkinchi guruhdagi son sıfırlar aralash holatga kelsa desa, qaraymizda o chaqda. Agar 2 dan 1 bo'lib qolsa, ya'ni ikkinchi guruh bilan 3 dan, ya'ni 6 dan 1, 3 dan 1, 3 dan 2 deydigan guruh bilan fariqus sudus bilan 2 dan 1 birikib qolgan bo'lsa, o chaqda aslul masala 6 bo'ldi. Esinglar tutib olishinglar kerak bu shuni. Agar 4 dan 1 bilan ikkinchi bir guruhning sonlari 6 dan 1, 3 dan 1, 3 dan 2 degan guruhning sonlari 4 dan 1 bilan kelib qolsa, o chaqda aslul masala 12 bo'ladi. Agarda ikkinchi guruhninki, ya'ni 6 dan 1ning guruhisi 8 dan 1 bilan kelib qolsa, o chaqda aslul masala 24 bo'ldi. Ya'ni shu 24 6 dan 1, 3 dan 2 deganlarga ko'paysak, butun son chiqadi, kasr son chiqmaydi degan gap. Shu qoidadan cho'qim yodlash kerak. 11-12 Sura Nisoning 176 oyatlarini cho'qim yaxshi yodlash bilan birga ulushini cho'qim bilish kerak, hisoblash kirishdan burun.